Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan navbatdagi Happy Recipe kitobi bo'yicha Titkini 15-qismini ko'rib chiqamiz. Shu paytgacha sizlar bilan 13-qismigacha tugatdik. Nafaqat 13, 14-qismigacha tugatdik. Qanaqa ishlanadi, nimaga e'tibor qaratish kerak? Endi sizlar bilan navbatdagi 15-turga keldik. Bundan oldingi 14-qismda biz tushuntirganmiz Titkini 14, 15, 16, 17, 16-qismlarida bizda neon topishimiz kerak. Ya'ni ishlanish uslubi bir xil, faqat ma'lumot matnda farq bo'ladi. Bugun sizlar bilan navbatdagi qismimiz news. Ya'ni news bu bilamiz yangiliklar. Yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Tinglashning 15-turi yangiliklardir. Yangiliklar asosan baxtsiz hodisalar, kundalik hayot ma'lumotlari, ob-havo ma'lumotlari, diqqatga sazovor joylarni tanishtirish, iqtisodiy yangiliklar, sayyohlik ma'lumotlari, yo'l harakati ma'lumotlari, sport va voqealarni tanishtirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, agar shu postimiz, ya'ni videomiz 50 ta Telegramda reaksiya yig'sa yoki YouTube'dagi platformamizdagi videoda 100 tadan oshiq prosmotr yig'adigan bo'lsa, men aynan mana shu 15-newsda tushadigan so'zlarni hamma so'zlarini joylab beraman. Ya'ni 80% holatlarda shu so'zlar aynan shu topikda tushadi. Agar aytganimdek reaksiya va prosmotrlarimiz joyida bo'ladigan bo'lsa, hammasini bepulga shunday ulashaman. Ya'ni darsda o'tiladigan, ya'ni o'zim o'quvchilarga o'tilgan dars shunday bepulga sizlarga taqdim etaman. Keling endi Hunger Recipe oltin retsepti bilan tanishib chiqamiz. Birinchisidan, yangilik nima haqida ekanligini o'ylab tinglashimiz kerak ekan, birinchi navbatda. 2, tinglayotganda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki u 6 ta turdagi ma'lumotni noto'g'ri ko'rsatadi. Kim, qachon, qayerda, nima, qanday, nima uchun. Ya'ni bu qism bilamizki, hamma neonda xuddi shunaqa, ya'ni shu 6 tur noto'g'ri ko'rsatiladi. Kim, nima, qachon, qayerda, nima qilib, nima uchun, shunga o'xshagan 6 ta tur doim neonda xato ko'rsatiladi. Shuni bilishimiz kerak. Endi savol tahlilini ko'ramiz. 남자 boshlab gapirib beryapti xabarni. 현재 태풍은 제주도를 지나고 있습니다. Ya'ni hozirgi tayfun Chechudoda sodir bo'layotgan ekan, hozir o'tmoqda ekan. Chechudoning 강한 바람과 함께 비가 내리고 있는데요. Ya'ni Chechudoda kuchli shamol bilan birga yomg'ir yog'yapti deyapti. 이번 태풍은 특히 바람으로 인한 피해가 큽니다. Ya'ni bu safargi tayfun ayniqsa shamolligi uchun zarari katta bo'lyapti. 제주시에서는 간판이 떨어지시민 2명이 큰 부상을 입기도 했습니다. deyapti. Chechudoda shu kanpan reklama nima desa bo'ladi? Reklama e'lonlari shu qulab tushib, 2 ta fuqaroga jiddiy jarohat oldi deyapti. Va oxirgisida 태풍은 오늘 밤 늦게 통해를 지나 사라지겠습니다. To'fon bugun kechqurun, ya'ni Sharqiy dengizga o'tib yo'q bo'lib ketadi, g'oyib bo'ladi deb aytyapti. Endi shu bo'yicha 4 ta variant ko'rib chiqamiz. Aytganimizdek, solishtirganda 3 ta aniq noto'g'ri variant va bitta to'g'ri variant bo'ladi. Birinchisini solishtirib ko'ramiz. Kompaniya to'g'richoshi tajin saramidda. Ya'ni shu kompan boyagi reklamalar doskasi qulab tushib, tushganligi uchun jarohat olgan odam bor deyapti. Boyagi biz gapimizda ham aytdi, kompan shu tushib ketib, 2 ta odam jarohat oldi dedi. Demak, bu gapimiz o'zi to'g'ri. To'g'ri javob shu bo'ladi bir. Qolganlarini ham solishtirib ko'ramiz. 태풍은 오늘 밤에 더 강해질 것이다. Ya'ni tayfun bugungi tunda yanada ham kuchayadi deyapti. Lekin kuchayadi demadi, g'arbiy dengiz tomonga o'tib, g'arbiy deyman. Sharqiy dengiz tomonga o'tib yo'q bo'ladi deb aytdi gapimizda. Va uchinchisida 이번 태풍이 특징은 비가 많이 오는 곳이다. Ya'ni bu safargi tayfunda ayniqsa yomg'ir ko'p yog'ayotgan ekan. Yog'adi deyapti. Lekin yomg'irdan ko'ra boya aytdiki, baram, shamol dedi. Va to'rtinchisida Chechudoning ichki 태풍이 영향을 받고 있지 않다. Chechudo bu safargi tayfunda zarar olmadi deyapti. Lekin zarar ko'p dedi. Sababi shamol bo'lganligi uchun zarar ko'p bo'ldi. Chunki shamolda bilasizlar, ko'p narsa sinadi, uchib ketadi, shunga o'xshagan narsa. Demak, to'g'ri javobimiz 1 bo'ldi.
bizdan talab qilinadigan birinchi narsa variantni iloji boricha matnni o'qishdan oldin tezgina o'qib tarjima qilib olish. Shundagina to'g'ri javob topish imkoniyatimiz 60-70% ga oshadi. Shart emas hamma so'zni bilishingiz, iloji boricha tushungan narsangizni yozib belgilab ketishingiz kerak. Shuning uchun tezlik muhim, tushunish muhim, yangi so'z muhim hisoblanadi. Shu asosda to'g'ri javobimiz topiladi. Bu yoqda o'sha aynan newsda tushadigan nima desa bo'ladi, yangiliklar, qaysi mavzuda ko'p tushadi boya aytganimizdek. Va pastda titkisi bor, ishlab ko'ringlar. Ketma-ket 4-5 ta ekan. Shu asosida topiladi ketma-ketlikda. Boya aytib o'tganimdek 15-16 da ham so'zlar bor. Prosmotrlarimiz va reaksiyalarimiz zo'r bo'lsa, nima desa bo'ladi, ayni shu savolda tushadigan so'zlarni baham ko'ramiz sizlar bilan. Bemalol yodlab, testda kirib, ishlab bajarib chiqishinglar osonroq bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha. Keyingi darsda sizlar bilan 16-titkini ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.